Assalomu alaykum do'stlar. Bugun elektrostatikani masalalarini yechimini qilamiz sizlar bilan, xudo xolasa. Boshlaymiz bo'lmasam. Hop, birinchi masalamiz. Jismda 1,2 ta ortiqcha elektron bor. Jism zaryadini toping debdi. Hop, nima qilamiz? Navbatda qaranglar, ortiqcha elektronlar, ortiqcha yoki kam deb belgilaganmiz. Biz ortiqcha elektronlar sonini beryapti. 1,2 Hop, bizdan zaryadni so'rayapti. Zaryad miqdorini topish uchun Q teng n ko'paytirilgan y degan formulaga qo'yamiz. Endi bu yerda faqat zaryadimiz manfiy chiqadi, chunki ortiqcha elektronlar bor deyapti. Shuning uchun manfiy chiqadi. Elektronlar ko'p o'zi, tushunib turibsizlar. Xullas kalom, elementar zaryadning miqdori 1,6 -19 kulon, to'g'rimi? Minusdan bo'ladi, ko'paytirilgan n 1,2 Mana shuni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, necha bo'ladi? 16 ni 12 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, hop qaranglar, 192 bo'ladi. 1,92 ko'paytirilgan 10 hop 15 kulon zaryad bo'lar ekan. Tamom. Bu qiyin emas. Keyingisi. Hop, keyingi masalamizda tizmadagi zaryadlangan sharlarning o'zaro ta'sir kuchi necha newton ekanligini aniqlang. Ulardan biri qo'zg'almas deyapti. Hop, nima qilamiz? Tizmani berib qo'yibdi. Nima qilamiz? Qaranglarda. O'zi maytda kuchlarni ham o'zi nimasini berib qo'yibdi. Qarasalaring, o'zi kulon kuchi bu yoqqa, keyin og'irlik kuchi pastga bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar. Qaranglarda, shatda buni kulon kuchini maytga ko'chiraman. Vektor-ku, to'g'rimi? Kuch vektor kattalik. Shuning uchun kulon kuchini maytga ko'chiryapman. Mana bu mj ni mana bu joyga ko'chirib qo'ysam bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Albatta bo'ladi. Hop, shatdan qaranglar. Burchak bor, burchak qarisidagi katet bor, burchakka yopishgan katet bor. Tangens alfani topaman. Tangens 35 gradusim teng bo'ladi. Hop, f kulon taqsim mj ga. Hop, nima qilamiz? Xullas kalom, shatdan bizdan so'ralayotgan narsa kulon kuchi ekan. Mana shu kulon kuchi, ya'ni o'zaro ta'sir kuchi, ana shu kulon kuchi. Kulon kuchini topib qo'yadigan bo'lsak, f kulonimiz teng bo'lib qoladi. mj kara tangens 35 gradus. Tamom. F kulon teng. Hop, massasi qancha ekan? Massasi 10 gram ekan. 10 ko'paytirilgan 10⁻³ kilogramga o'tkazyapman. Ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan tangens 35 gradusda 0,7 degan qiymatga teng ekan. Mana shuni hisoblaydigan bo'lsak, bizda javobimiz 0,7 newton chiqar ekan. Masala qiyin emas bu ham. Hop, keyingisi. Hop, S nuqtadagi yarim nanokulon zaryadga ta'sir qiluvchi umumiy kuch necha newton? Q1 deb beribdi, Q2 ni beribdi. A, S va SB masofalarida ikkalasi bir xil ekan. Batdan batgacha bo'lgan masofa, keyin batdan batgacha bo'lgan masofalar teng ekanda endi. Xullas kalom. Shuni beribdi bizga. Qaranglar, endi nima qilamiz? Qarasalaring, mana bu yerga ishoralarni yozib qo'yaman. A zaryadim, A nuqtadagi zaryadim, birinchi zaryadim musbat ekan, bu musbat. Q2 zaryadim bu manfiy ekan, -2 nanokulon. S nuqtadagi zaryadim bo'lsa musbat. Endi qaranglar. Hop, biz bilamizki, hozir S nuqtadagi zaryadni shunday olamizki, qaranglarda. Mana xo'sh, S nuqtadagi zaryadni qo'zg'aluvchan deb faraz qilamiz. Qo'zg'aluvchan bo'lsa, hop, musbat zaryadni nima qiladi? O'zidan itaradimi, to'g'rimi? Qaysi tarafga itaradi? Ya'ni, hop, A nuqtadagi zaryadimiz S nuqtadagi zaryadni o'ng tarafga itaradi. Qanaqadir F1 kuch bilan. Tushunyapsizlar-a? F1 kuch bilan itaradi. Endi qaranglar, bu musbat, B nuqtadagi zaryadimiz manfiy. Hop, nima bo'ladi? B nuqtadagi zaryadimiz, xullas kalom, manfiy zaryadimiz musbat zaryadni o'ziga qanaqadir F2 kuch bilan nima qiladi? Tortadi. Bo'ldi, tamom. S nuqtadagi zaryadga ta'sir qilayotgan kuchlarni nimasini tizib oldik. Endi qaranglar, bu yerda nima qilamiz? Batta natijaviy kuch nima bo'ladi? Qarasalaring, natijaviy kuchimiz, hop, ikkala kuchlarning yig'indisi F1 plyusdan F2 ga teng bo'ladi. Hop, F1 o'zi nimaga teng? F1imiz, hop, birinchi zaryad K ko'paytirilgan, hop, Q1 ko'paytirilgan Q, hop, S nuqtadagi zaryad Qs qilib qolaman. Qs taqsim orasidagi masofa AC ning nimasi? Modulda o'sha kvadratni, masofani xullas kvadrati bo'lardi. Keyin F2 kuchimiz, F2 teng K ko'paytirilgan, hop, Q2 ko'paytirilgan Q S nuqtadagi zaryad taqsim orasidagi masofa SB ning kvadrati. Tamom. Mana shu kuchlar. Hop, buni hisoblaydigan bo'lsak, qaranglar, F natijaviy teng bo'lyapti. Hop, e'tibor bersalaring, ikkalasini ham yozyapman mana. K Q1 Q S taqsim
Xullas kelam AC masofaning mana kvadrati plyusdan k ko'paytirilgan q2 ko'paytirilgan qc taqsim hop cb ning nimasi masofani xullas kvadrati. Ikkalasida ham bir xil narsalar bormi? Ikkalasida ham bir xili k ko'paytirilgan qc taqsim qaranglar AC bilan cb bir-biriga teng. Ana shuni qanaqadir r deb olaman. Ya'ni rimiz AC yoki BC ga teng. Bu ham bo'lsa 3 cm. Shunaqa deb olyapman. R kvadrat qavsda ichida qolyapti q1 plyusdan q2. Ikkalasi modulda bo'ladi, bilasizlar, modulda bo'ladi. Modulni yozmadim bitta, modulda bo'ladi. Xullas kelam shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi. F natijaviy kuchimiz, ya'ni S nuqtadagi zaryadga ta'sir qilayotgan natijaviy kuchimiz 9 darajasi 9 ko'paytirilgan S nuqtadagi zaryadim yarim nanokulon 10⁻⁻9 taqsim masofaning kvadrati 9 10⁻⁻4 qavsning ichida q1 2 10⁻⁻9 plyusdan q2 -2 nanokulon ekan. Endi modulda bo'lganligi uchun 2 10⁻⁻9 bo'ladi ham. Mana shuni hisoblaymiz. Xullas kelam hisoblaydigan bo'lsalaring qaranglar, bitta 9 lar qisqarib ketyapti. Hop 10⁻⁻9 lar qisqarib ketyapti. Hop, bitta qo'shadigan bo'lsangiz 4 ni yarimga ko'paytirsangiz 2 10⁻⁻5 bo'lib qoladi hisoblaydigan bo'lsangiz. Bitta 10⁻⁻9 bor, bitta 10⁻⁻4 bor. 10⁻⁻5 xullas kelam nima bo'ladi? Newton degan kuch bo'ladi. Xullas kelam mana shunday kuchlar bilan ta'sirlashar ekan. Hop, yana ozgina vaqtdan keyin davom ettiramiz. Keyingi masalalarimiz sal kattaroq ekan, shuning uchun qisqa video qilishga harakat qilaman.